bugungi navbat 13-qishloqqa. Endi 13-qishloqni ham yo'q ko'raman. Ha. Endi sekingina kirib olib, nima bo'lsa ekan, tinti qo'yamizmi hamma bu narsalar. Avvalgi qismda Coca-Cola'ni qo'yib, 13-qishloqni yo'qotib o'rgandik. Endi tinti qo'ysak, bo'lmaydi, qizqarsiz bo'lib qoladi. Kompot srazi anaqa ko'radi. Qutqarib qoladi tintini qo'ysak. Nima qilamiz? Tinti faktda yo'q, ya'ni rejada yo'q. Undan ko'ra hakkalikimni ozgina ishlataman deb orqa tarafga blok qo'yaman. Blok qo'yganimdan keyin unga kompyuter qo'yib, arra qo'yaman. Katta 100 metrlik arrani qo'yib, 13-qishloqni polni yo'qotib yuboraman. Ha, mendan vahshiy odam yo'q. Bo'ldi, endi ozgina hakkalikimni ishlataman va buni katta qilib, sekingina yuradigan qilib qo'yaman. Ya'ni kompot ulgurib qolishi uchun baribir ulgura olmaydi. Sababi juda ham qiyin buni yo'qotib yuborish. Qana, buni bunday qo'yamiz. Endi 1 daqiqada ozgina yuradigan qilamiz va 100 metrgacha kattalashtiramiz. Ana bo'ldi. What the fuck? Nimaga o'ldimmi men? Nimaga men ustimda turyapsan? Jitil. Kompot bilmaysanmi? Bizlar 13-qishloqimizga hacker keldi va hacker katta 100 metrlik arrani qo'yib ketdi. Nima sababdan qo'ydi? Ahmoq, bilmaysanmi shuni ham? 13-qishloqimizda yo'q qilish uchun qo'ydi. Yo'qmoy, 13-qishloqni yo'q qilmoqchimi hacker? Albatta edi, nima qilamiz? Yo'qmoy. Men kompotmanmi? Albatta bu narsani yo'lini topaman. Siz xavotir olmanglar. Men hozir hammasini ko'rib chiqaman va yo'lini topaman. Barchaga salom obunachilar. Men yo'qmoy, arrani kattaligini qaranglar. Endi buni qanaqa qilib ana qilamiz? Avtobusdan yig'ilib olganini qaranglar. Avtobus nimaga chaqirdinglar? Endi bu yerdan biz ko'chib ketamiz. Nimaga? Axir men qutqarib qolaman sizlarni. Yo'q, baribir qutqarib qolmaysan. 100 metrlik arra. Yo'qmoy. Barchaga salom, sizlar bilan kompot. Ko'rgan bo'lsanglar, men bir kun uxlab turganimcha shuncha ishlar bo'lib ketibdi. Endi bu yerni, ya'ni 13-qishloqni saqlab qolishimiz uchun biz buni oldiga blok qo'yamiz, lekin bu ozginadan yuryapti chota. Hozir men buni o'rtaga o'tib qoladim. Bu narsani yo'lini topishimiz kerak va 13-qishloqimizni qutqarib qolishimiz kerak. Birinchi navbatda biz hozir omborxonaga boramiz va bloklarni olib, buni oldiga qo'yamiz. Shu bilan biza qutqarib qo'ygan bo'lamiz yoki yo'q. Qani tez omborxonaga borish kerak. Bo'lmasa bizning 13-qishloqimiz yo'qolib ketadi. Mana bu narsalar obsidianlarni oldik. Buni 2 sm anaqaga qaraganda obsidianlarni ham oldik. Endi bularni sirazi qo'yib olamiz. Bo'lmasa hozir 13-qishloqimiz yo'q bo'lib ketadi. Va biz nima qilamiz? Men video ola olmayman 13-qishloqda. Men ko'chib ham keta olmayman. Sababi boshqa davlatlarda vizam 10 yillik ban bo'lgan. O'shaning uchun keta olmayman. Mana bu narsalar ozgina qoldi. Men bo'ldim. Endi bularni ham ozgina qavat qilib qo'yib olishimiz kerak. Bo'lmasa hozir aytganimdek bizning 13-qishloqimiz yo'q bo'lib ketadi. Mana bu narsalar yuryapti hozir. Nima bo'ladi, Xudo biladi. Obsidianlarni sindirish juda ham qiyin, o'zingizlar ham bilsanglar kerak. O'shaning uchun obsidiandan foydalandim. Omborxonada obsidian qolibdi. Bo'lmasa, boshqa bloklardan ham foydalanmoqchi edim. Tez bo'lish kerak. Yo'qmoy, what the fuck? Men bunda obunachilar o'tib ketibdi. Yo'qmoy, obunachilar o'tib ketibdi. Ozgina qoldi. 13-qishloqimizga ozgina qoldi. 13-qishloqimizga o'tib ketishiga ozgina qoldi obunachilar. Yo'qmoy, men buni sindirib tashlaganini qaranglar. Tinti bilan sindirib tashabdi. Buni qanaqa qilib to'xtatish kerak? Buni endi men bilmayman. Obunachilar videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Bu kanalimizda hozir 30 ta obunachi bor va yangi yilgacha 1000 ta bo'lishi kerak. Qani buni tezda to'xtatishimiz yoki o'chirib yuborishimiz kerak. Lekin umuman bo'lmayapti. Sababi juda ham qiyin. Qani hakkani qo'yib ketgan joyini, ya'ni metkalab qo'yib ketgan joyini topishimiz kerak. Ya'ni o'chirib ana qilishimiz uchun. Omborxonaga kiramizmi? Nima bu yo'q? Bu yerga adashib qoldik. Obunachilar videomizni like bosing, kanalimizga obuna. Mana obunachilar, bizning qishloqimizda bunaqa joy yo'q edi. Aniq bilamanki bu hakkerning ishi. Yo'qmoy, buni sindirib ham bo'lmaydi obunachilar. Kompyuterdan buni bir nima qilib to'xtatib yoki ana qilishimiz kerak. Buni bundoq qilib buzish kerak. Meni qo'limdan kelmaydi bu narsa. Sababi parol kerak ekan buni to'xtatish uchun. Nima deydi, hakkerni ham miyasi ishlaydi, to'xtatganiga parol qo'ygan. Buni buzib ham bo'lmaydi, jin ursin. Endi
nezaretdan yoki anaqadan foydalanib, nezaret deb mani juda ham hayajonlanib ketyapman. Qisqasi bir nimadan foydalanib biza bu yoqni qutqarib, ya'ni 10-qishlog'imiz o'zimni noldan o'sgan qishlog'imni qutqarib qolishim kerak. Obunachilar, sizlar videoga like bosinglar. Mana Bedrock obunachilar. Bedrockni sindirish uncha-munchasiga emas, ya'ni sinib ham ketmaydi bu obunachilar. Faqat kreativ yoki cheatlar orqali sindira olasan. Buni endi bu yo'llarga tez qo'yib yuborishimiz kerak va biz 13-qishloqni qutqarib qolishimiz kerak. Qani yo'may obunachilar, ko'rdinglarmi? Sinmaydi ham bu. Qani buni tez qo'yib olishimiz kerak. Endi nima, uzunligini uzun qilish kerak. Bu videoning tagida 300 ta like qoldirishimiz kerak. Yo'q, 300 ta emas, hatto 10 ta like qoldirishimiz kerak. Qani. Buni bu yerga qo'yamiz. Obunachilar, mana ozgina qoldi. Jetilar, sizlar ham sabr qilib turinglar. Ozgina qoldi. Xudo xolasa bitadi. Mana obunachilar, bitta hisobi. Endi biza ana qilishimiz kerak. Ya'ni 13-qishloqimizni qutqarib qolishimiz kerak. Sababi men boshqa joylarga ko'chib keta olmayman. Qani, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Obunachilar, sizlar qo'llab-quvvatlab like bosib tursanglar, bas, bo'ldi. Endi buni ham endi 2 qavat qilib chiqamiz. Sekin tushamiz. Qani. Hop, ana. Endi buni 2 qavat qilamiz, sababi teshilib ketmasligi uchun. Qani obunachilar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Videoni shu yergacha ko'rib like bosmagan bo'lsangiz, gay bo'lib qoling. Qani. Obunachilar, mana shunday qilib anaqa turadigan joyga ham qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Mana obunachilar, men bu arrani ham yurish anaqalari, jarayonlari va ko'rishingiz mumkin. Qani ko'ramiz. Endi bizani joyimiz qutqarib qola oladimi, yo'qmi? Buni tez qo'yishimiz kerak. Minutiga tez yuryapti. Mana bu arrami bu nima balo bilmayman. Nomini kommentariyada yozib qoldiring agar bilsangiz. Qani boshlang. Mana obunachilar, ozgina qoldi. 2 sm, 3 sm. Yo'qmay. Ozgina qoldi obunachilar. What the fuck? Men buni qarang obunachilar, yo'qmay. Ey xudoyim, iltimos, bo'linib ketdim, iltimos. Ana portladimi, nima bo'ldi? Obunachilar, mana biza uddaladik, mana olma o'sib chiqdimi tagidan? Obunachilar, biza uddaladik, mana bu joy to'xtab qoldi, biza uddaladik. Mana tabriklasanglar bo'ladi. Kommentariyaga kompot tabriklayman deb yozib qoldiringlar. Mana bu yoqdan o'tmadi, bu yoqda o'rtasida qolib ketdi. Bu yoqda sekin tushamiz. Qani. Hop, mana obunachilar, mana teshilib ketdi va ozgina qoldi. O'rtasida qolib ketibdi obunachilar. Xudoga shukr, biz uddaladik obunachilar. Men juda ham xursandman, sababi men 13-qishlog'imni qutqarib qoldim va jetillarni ham qutqarib qoldim. Do'stlar, video shulardan iborat edi. Videoga qolmasa like bosing, obuna bo'ling. Bu videomiz albatta rekord chiqishi kerak va 100 ta like yig'ish kerak. Barchaga xayr, sizlar bilan kompot.